Kam uxlayotganlar nima uchun semiradi? Aynan shu mavzuga bugun to'xtalib o'tamiz hamda bu videoni o'tkazib yubormang. Ichida siz uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlar juda ham ko'p. Assalomu alaykum, Hayot balansi kanalida bugun kam uxlash nimalarga olib kelishi haqida gaplashamiz. Kam uxlash o'zi nima va ko'p uxlash nima oqibatlarga olib keladi? Allomalarimiz va olimlarimizning aytishiga qaraganda kam uxlash va ko'p uxlash ham juda ham zarar. Lekin oltin kesim qancha? Mana shu haqida to'xtalib o'tamiz. Bu borada juda ham ko'plab fikrlar mavjud. Kimdir sizga 6 soat uxlang, kimdir 8 soat uxlang, kimdir 9 soat uxlang deydi. Lekin bu boradagi aniq ko'rsatmalar sizning tanangizdagi yuklamalarga bog'liq bo'ladi. Masalan, men o'zimni qayta tiklanish darajamni o'zimni fitness brasletim orqali kuzataman va natijada men o'zim uchun kerakli bo'lgan uyqu rejimini tanlab olaman. Siz ham aynan 8, 9, 11 soat uxlash normasi haqida o'ylashingiz kerak emas. Siz tanangizni qanchalik darajada qayta yuklanishi kerak ekanligini bilishingiz kerak. Shuning uchun Hayot balansi kanalini kuzating. Hayotingizni balanslovchi eng kerakli maslahatlar bizning kanalda. Uyqu arxitekturasi. Bizning kanalda har doim kasalliklarni to'liq klinik tahlil qilinadi va aynan har doim o'zimning patsientlarim va ommatan aytadigan har qanday maslahatimda insonlardagi uyqu arxitekturasining holatini doim tahlil qilib beraman. Misol uchun biz bilishimiz kerak bo'lgan REM, ya'ni Rapid Eye Movement, aynan chuqur uxlash davomiyligi degan tushunchaga to'xtalib o'tamiz. Rapid Eye Movement bu bizning qanchalik darajada chuqur uyquga o'tib borishimiz hamda ko'rishning ko'z soqqasining harakatlarini belgilaydigan birlik hisoblanadi va bizning tanamizdagi uyqu strukturasini belgilab beradi. Bizning tanamiz 3 ta fazada uyquga kiradi. Ya'ni birinchisi bu yuzaki uyqu fazasi. Birinchi uyquga yotganingizdan taxminan yarim soat orasida siz yuzaki uyqu fazasida bo'lasiz va tanangiz o'sha muddat ichida tushlarni ko'rishga ulguradi. Natijada siz chuqur uyqu fazasiga o'tasiz. Bu taxminan 6 soat uxlovchi odamlarda 4 soat bo'lishi kerak. Agar xuddi shunday holat bo'lmayotgan bo'lsa, bu faqatgina yuzaki uyqu fazasi holatida turganligini bildiradi. Bu esa sizning tanangizda melatonin yetishmovchiligini ko'rsatayotganidir. Ya'ni melatonin bu bizning uyqu fazasiga olib kirib beruvchi gormonimiz hisoblanadi va tanamizni o'zida sintezlanadi. Aynan melatonin yetishmovchiligidan bizning tanamiz uyqu fazasiga kira olmaydi. Natijada uyqu kelmayotgandek tuyuladi. Agar uyqum kelsa yaxshi uxlayman deydigan odamlar aynan melatonin yetishmovchiligidan qiynalayotgan bo'ladi. Shuning uchun ularga 3, 5 va 10 milligramli melatoninlar tavsiya etiladi. Lekin eng muhim narsa, melatonin bilan bolalarni uxlatish eng katta xatodir. Chunki melatonin gormonini beradigan bo'lsak, 16 yoshgacha bo'lgan bolalarda FSH va LG degan gormonlarni sintezini buzilishiga olib keladi va natijada kelajakda ularda bepushtlik kuzatilishi mumkin. Undan tashqari PubMed maqolalarida bu haqda aynan tadqiqotlar keltirib o'tilgan. Bu tadqiqotlarni o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Yuqorida aytib o'tganimiz kabi uyqu strukturasi juda ham bir xilda maromida ketadigan narsa emas. Misol uchun kechasi siz nimadandir bezovtalanishingiz va uyg'onishingiz mumkin. Bunday holatlarda uyqu strukturasining, ya'ni uyqu arxitekturasining buzilishi bu qandaydir bir kasalliklarda bo'ladigan holat deb qaraladi. Hamda ko'plab kasalliklarning birinchi simptomatik alomati sifatida qaraladi. Chunki hattoki virus, infeksiyalar yuqqanda ham insonni birinchi navbatda uyqusi buziladi. Masalan, gripp virusi insonga yuqqanning birinchi kunidayoq uning uyqusi buziladi. Ertasi kunida allergik reaksiyalar bo'ladi, o'z-o'zidan aksirish va 3-kunida esa inson tanasida harorat ko'tarilishi kuzatiladi. Va aynan birinchi kunning o'zidayoq suyaklarda ozgina og'riq bo'ladi. To'g'riroq qilib aytganda, chov sohasida og'riqlar bo'ladi. Lekin ko'pchilik buni oddiy charchashga yo'yadi va natijada oddiy infeksiya yuqqanini 2 yoki 3-kunda bilib qoladi. Va aynan mana shu joyda xato qilishni boshlashadi. Ya'ni oddiy shamollash paytida noto'g'ri dorilarni iste'mol qilishni boshlashadi. Bunda antibiotikni iste'mol qilish kerak emas va aynan shu paytda ham
viruslarga qarshi dorilar ishlashi mumkin, lekin bu ham tasdig'ini topmagan. Shunchaki tanani dam olishiga imkoniyat yaratib berish va kislorodga boy joyda uxlash kerak. Uyqu sifatini yaxshilash uchun ko'plab patsientlarimda ko'rgan xulosalarimni aytib o'taman. Birinchi navbatda qon aylanishini yaxshilash kerak. Boshga kislorod yaxshi qon orqali yaxshi kelmayotgan bo'lsa, unda uyqu sifati hech qachon yaxshilanmaydi. Undan tashqari inson o'zidagi stressni yechishi kerak. Stressni yechish uchun birinchi navbatda ruhiy tinchlanish, ikkinchi navbatda esa magniy elementidan foydalanishingiz mumkin. Magniy mushaklarni bo'shashtiradi. Aynan uyqu sifatini yaxshilash uchun magniyning bir necha yuzlab turlaridan faqatgina glitsinatni tanlashingiz mumkin. Glitsinat uyqu sifatini, uyqu arxitekturasini yaxshilaydi va mushaklarni bo'shashtirib beradi. Magniyning aynan moleat turlari kechalari bezovta oyoqlar sindromi bo'layotgan bo'lsa, yordam beradi. Undan tashqari asab faoliyati bilan bog'liq uyqu buzilishlarida neuromag, ya'ni maktein nomi bilan mashhur bo'lgan magniy turi ishlatiladi. Bunday holatda inson tanasida magniy sintezi yaxshilanadi va bizning asab tolalarimizga kirib kelayotgan energiya oqimi ochiladi. Eng muhim narsa esa asab tizimining quvvatsizligidir. Ya'ni bizning tanamizda aynan mushak hujayralarining ichida joylashgan mitoxondriyalarda yetmayotgan energiya hamda nerv hujayralarining ichidagi mitoxondriyalardagi energiya yetishmovchiligi ham asablarning o'zidan o'tayotgan sinapslarni to'xtashiga yoki to'g'ri ishlashiga xalaqit beradi. Natijada bizning tanamiz vaqtida dam ola olmaydi, keraksiz paytda esa uyquchanlik holati kuzatiladi. Shunday holatlar bo'lmasligi uchun ko'plab mikroelementlarni doimo nazorat qilish kerak. Nazorat qilish uchun siz borib ertalab saharda tishingizni ham yuvmasdan laboratoriyaga borishingiz shart emas. Buni nazorat qilish uchun oddiygina siz kundalik o'zingizni hayotiy faoliyatingizni kuzatishingiz kerak. Masalan, xotirangiz nisbatan pasayotgan bo'lsa, nimandir qayerga qo'yganingizni eslay olmayotgan bo'lsangiz, bunda B12 vitamini yetishmovchiligi bo'ladi. Agar uyqu fazasiga kirishda qiynalayotgan bo'lsangiz, bunda melatonin yetishmovchiligi bo'ladi. Agar mushaklaringiz tortishib yaxshi bo'shash olmayotgan bo'lsa, bunda magniy yetishmovchiligi bor. Bunday holatlarda eng muhimi siz o'zingizni yaxshi kuzata olish qobiliyatingizdir. Va shu bilan birgalikda siz o'zingizga kerakli moddani o'zingiz tanlay olasiz. Va eng muhim narsa siz Hayot balansi kanaliga obuna bo'lishingiz kerak. Nimagaki bizning ko'plab 60% dan ortiq kuzatuvchilarimiz obuna bo'lmasdan ushbu videoni ko'rishyapti. Bizni mehnatimizni qadrlagan holda yanada kerakli videolarni ko'rishni istasangiz, albatta obuna bo'ling, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Hamda sizdagi holat qanday uyquning buzilishi turiga kirishini kommentariyada yozib qoldiring. Agar sizga kerakli mavzular yoritilishini istasangiz, siz o'zingizga kerakli mavzuni kommentariyada yozishingiz mumkin. Biz uni ko'rib chiqamiz va albatta o'sha mavzuga to'xtalamiz. Hurmat bilan Hayot balansi jamoasi bo'ldi. Bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun ulkan tashakkur bildiramiz.